Kir moshina to'kda turganda qo'linglarni tirsanglar rostdan ham tok urishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yozib qoldiringlar. Undan oldin sizlarga foydali ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib, kir moshinangiz uzoq yil xizmat qilishini xohlasangiz, doim 60 gradus ishlatib turing. Qachonki kir moshina tez buziladi, sababi past gradus 20, 30, 40 gradusda постоянно kir yuvsangiz, tez nalyotligi yig'ilib, kir moshina tez buzilishiga sabab bo'ladi. Bir oyda bir marta 95 gradusini ham ishlatish esingizdan chiqmasin. Shunda barabarlar toza bo'ladi. Bir haftada bir marta ochiska barabarani ishlatib turish kerak. O'shanda kir moshinangiz ichidan hid ham kelmaydi, rezinkalari shilimshiq ham bo'lib qolmaydi. Va sizlarga Lan firmasini gipoallergenik Germaniya mahsuloti bo'lgan shunaqa gellari, kapsulasi va konditsionerni tavsiya qilaman. Hidlari juda ham o'tkir emas, juda ham me'yorida va allergiya chaqirmaydi. Bolalaringlarning ham kiyimlarini bemalol yuvishingiz mumkin. O'tkir hidligi juda ham hozir ko'pchilikda allergiya kuchayib ketadi. Shuning uchun men sizlarga Lan firmasini tavsiya beraman. Yana bitta sizlarga lifehack, agar gelinglarning ichiga bitta kapsula solib qo'ysanglar, ishxonlik darajasi yana ham yuqorilashib, yana ham toza yuvadi va zo'r ko'piradi. Bu usuldan ham foydalanib ko'ringlar. Ha, aytgancha videoni boshida aytganim, meni ham tok urgan. Qo'l qo'lim bilan kir moshinani ochib kir olmoqchi bo'lganimda tok urgan. Bu kir moshinamda emas, eski kir moshinamda shu narsa bo'lgan.